Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, opa-singillar va aka-ukalar. Bugun men sizlarga pensiya jamg'armasi bilan bog'liq juda muhim va tezkor mavzuni tushuntirib bermoqchiman. Bu xabar har bir pensionerga, pensiya olayotgan oilalarga, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki yoshga doir pensiya olayotgan fuqarolarga bevosita taalluqli. Agar siz pensiyani kartaga olsangiz ham, naqd olsangiz ham, farzandingiz yoki yaqin qarindoshingiz nomidan rasmiylashtirilgan hujjatlar orqali pensiya masalasini hal qilayotgan bo'lsangiz ham, bugungi ma'lumotni oxirigacha eshitishingiz shart. Men bu mavzuni oddiy tilda, ortiqcha murakkab so'zlarsiz tushuntiraman. Chunki amaliyotda ko'p pensionerlar bitta kichik xatolik sababli pensiya to'lovi kechikishi, vaqtincha to'xtashi, bank kartasiga pul tushmasligi yoki hujjat qayta tekshiruvga ketishi holatlariga duch kelmoqda. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu ma'lumotni boshqa pensioner tanishlaringizga ham yetkazib qo'ying. Bu shunchaki yangilik emas. Bu ko'pchilikning oylik daromadi, dori darmoni, kommunal to'lov va kundalik ro'zg'origa ta'sir qiladigan masala. Avvallari pensionerlarning ko'p masalalari mahalladagi mas'ullar, tuman pensiya jamg'armasi bo'limlari yoki bank orqali og'zaki tushuntirishlar asosida hal qilinardi. Masalan, pensioner pensiyasi tushmagan bo'lsa, odatda bankka borardi, bank hali kelmadi derdi. Keyin pensiya jamg'armasiga borardi, u yerda ma'lumot tekshirilyapti deyilardi. Odam esa aniq sababini bilmay, bir necha kun, ba'zida bir necha hafta sarson bo'lib yurardi. Hujjatda familiya bitta harf bilan boshqacha yozilganmi? Pasport muddati tugaganmi? Bank karta bloklanganmi? Yashash joyi o'zgarganmi? Yashash joyi o'zgarganmi? Ishonchnoma muddati o'tganmi? Bularning hammasi pensiya to'loviga ta'sir qilishi mumkin edi. Lekin pensioner buni oldindan bilmasdi. Hozir esa tartiblar tobora elektron tizimlar orqali tekshirilmoqda. Pensiya jamg'armasi, banklar, soliq, FHDYO, migratsiya aholini ro'yxatga olish, nogironlik bo'yicha ma'lumotlar va boshqa davlat bazalari o'rtasida ma'lumot almashinuvi kuchaygan. Bu nimani anglatadi? Endi ayrim holatlarda pensionerdan har safar qog'oz olib kelish talab qilinmasligi mumkin. Lekin tizimdagi ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, to'lov avtomatik ravishda tekshiruvga tushishi ham mumkin. Ya'ni masala faqat pul tushdimi yoki tushmadimi degan savol emas. Masala sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'riligi. Bank kartangiz faol ekanligi, pensiya turiga oid hujjatlaringiz amalda ekanligi va pensiya jamg'armasi bazasida siz haqingizdagi axborot yangilanganligidir. Men ko'p uchratadigan holat shuki, pensioner pensiya puli odatda har oyning ma'lum sanasida tushishiga o'rganib qolgan bo'ladi. Masalan, har oy 5 sana yoki 10 sana atrofida kartasiga pul kelgan. Bir oy kelmay qolsa, darrov pensiyamni kesib tashlashdi. Endilikda bermas ekan, hamma pensionerga shunday bo'libdi degan gaplar tarqaladi. Aslida esa sabab juda oddiy bo'lishi mumkin. Bank kartaning muddati tugagan, plastik karta almashtirilgan. Yangi karta pensiya jamg'armasi tizimiga ulanmagan, pasport ma'lumotlari yangilanmagan yoki pensioner vaqtincha boshqa hududda ro'yxatda ko'rinib qolgan. Shuning uchun bugungi videoda men aynan nimalarga e'tibor berish kerakligini ketma-ket tushuntiraman. Eng avvalo, pensioner shuni bilish kerakki, pensiya to'lovi faqat bitta idoraning qo'lidagi masala emas. Pensiyani tayinlash va hisoblash pensiya jamg'armasi orqali yuritiladi. To'lov esa ko'pincha bank yoki to'lov tashkilotlari orqali amalga oshiriladi. Agar pul kartaga tushmasa, bu doim ham pensiya jamg'armasi pulni bermadi degani emas. Ba'zan pul ajratilgan bo'ladi, lekin bank kartasi faol emasligi, hisob raqam yopilgani yoki karta egasining ma'lumotlari mos kelmagani sababli pul qaytib turishi mumkin. Masalan, bir pensioner onaxon 20 million 220 ming so'm pensiya oladi. U eski kartasining muddati tugagani uchun bankdan yangi karta oladi. Lekin yangi karta raqamini pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli tizimga bog'latmaydi. Oyning boshida pensiya tushmaydi. Onaxon bankka boradi, bank yangi kartangizda pul yo'q deydi. Aslida esa pensiya eski hisob raqamga yo'naltirilgan yoki to'lov qaytgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda aybdor qidirishdan oldin yangi karta pensiya jamg'armasi bazasiga kiritilganmi? Karta faolmi? Hisob raqam ochiqmi? Shuni tekshirish kerak. Yana bir misol. Otaxonning pasporti ID kartaga almashtirilgan. Eski pasportdagi ma'lumotlar bilan pensiya tayinlangan. Yangi ID kartada esa ism yoki familiya yozilishida bitta harf farqi bor. Masalan, hujjatda Gulom o'rniga Gulom, Shukurov
o'rniga Shukurov kabi farq paydo bo'lishi mumkin. Bu ko'zga arzimasdek ko'rinadi, lekin elektron tizim uchun bu boshqa shaxsga o'xshab ko'rinishi mumkin. Natijada to'lov tekshiruvga tushadi. Pensioner esa men 20 yildan beri pensiya olaman, nega endi muammo chiqdi deydi. Sabab shundaki, avval ko'p narsa qo'lda tekshirilgan bo'lsa, hozir ma'lumotlar bazalar o'zaro solishtirilmoqda. Birinchi navbatda bank kartasini yaqinda almashtirgan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Karta muddati tugagan, yo'qolgan, bloklangan yoki yangi bankka o'tkazilgan bo'lsa, bu ma'lumot pensiya to'loviga ta'sir qiladi. Faqat bankdan yangi karta olish yetarli emas. Siz pensiya aynan qaysi hisob raqamiga tushishini aniqlab olishingiz kerak. Bank xodimidan karta hisob raqami faol ekanini, kirim operatsiyalari uchun cheklov yo'qligini so'rang. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki My.uz kabi elektron xizmatlar orqali ma'lumot yangilanganini tekshiring. Ikkinchi guruh ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar. Ko'p oilalarda keksa ota-onaning pensiyasini farzandi yoki nabirasi bankdan olib keladi. Agar bu ishonchnoma asosida qilinayotgan bo'lsa, ishonchnomaning muddati tugamagan bo'lishi shart. Masalan, ishonchnoma 2023 yilning mart oyida 1 yilga berilgan bo'lsa, 2024 yil martdan keyin u kuchini yo'qotadi. Ba'zi odamlar oldin berilgan-ku yana nima kerak deb o'ylaydi. Yo'q, muddat tugagan hujjat bilan pensiya olishda muammo bo'ladi. Bundan tashqari, ishonchnomada aniq vakolatlar yozilishi kerak. Pensiya olish, bank operatsiyasini bajarish, hisob raqamga murojaat qilish kabi so'zlar bo'lmasa. Ayrim joylarda hujjat yetarli deb topilmasligi mumkin. Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotganlar. Bu yerda tibbiy xulosa, nogironlik muddati, qayta ko'rik sanasi juda muhim. Agar nogironlik muddati vaqtincha belgilangan bo'lsa va qayta ko'rikdan o'tish sanasi yaqinlashgan bo'lsa, pensioner buni oldindan nazorat qilishi kerak. Masalan, fuqaro 2 guruh nogironlik bo'yicha to'lov oladi. Xulosa sentyabrgacha amal qiladi. Agar u qayta ko'rikdan kechiksa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki keyingi oyga surilishi mumkin. Keyin hujjat tiklangach, ayrim holatlarda qayta hisob-kitob qilinadi. Lekin bu orada odam pul kutib qoladi. Shuning uchun tibbiy hujjatda muddati tugashini kutib o'tirmaslik kerak. 4-guruh boqishni yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar. Bu pensiya ko'pincha farzandlar, o'quvchilar, talabalar yoki mehnatga layoqatsiz oila a'zolari bilan bog'liq bo'ladi. Agar farzand 15 yoshga to'lsa, o'qish holati tasdiqlanishi kerak bo'lishi mumkin. Agar talaba o'qishni tugatsa, akademik ta'til olsa yoki o'qishdan chetlatilsa, bu pensiya huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Ko'pchilik buni unutadi. Masalan, bola kollej yoki universitetga kirdi, lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma vaqtida taqdim etilmadi. Natijada to'lov tekshiruvga tushadi. Keyin ota-ona nega pul to'xtadi deb yuradi. Sabab pensiya huquqini tasdiqlovchi ma'lumot yangilanmagan bo'lishi mumkin. Agar sizning pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, pensiya har oy odatdagi tartibda tushayotgan bo'lsa va hayotingizda hujjat bilan bog'liq o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, ortiqcha xavotirga tushmang. Har oy 1-2 kun kechikish bo'lishi mumkin. Bu ba'zan dam olish kunlari, bayram kunlari, banklararo o'tkazmalar, texnik ishlovlar yoki hududiy to'lov jadvali bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, pensiya odatda 7 sana tushsa, lekin 7 sana yakshanba bo'lsa, pul tekin yoki 9 sanada tushishi mumkin. Bunday holatda darhol vahima qilish kerak emas, lekin 7 kun o'tib ham pul tushmasa, albatta tekshirtirish zarur. Shuni ham aytib o'taman. Pensiya miqdorining o'zgarishi har doim ham xato degani emas. Ba'zan indeksatsiya, ustama, qayta hisoblash, qarzdorlikni ushlab qolish, avval ortiqcha to'langan summani qaytarish yoki boshqa qonuniy asoslar bo'lishi mumkin. Masalan, odatda 20 million 500 ming so'm olgan pensioner bir oy 20 million 120 ming so'm olsa, darhol kesib tashlashdi deb o'ylamasligi kerak. Avvalo, hisob-kitob varaqasi yoki pensiya jamg'armasi izoni so'rash kerak. Agar ushlab qolish bo'lgan bo'lsa, nimaga, qaysi hujjat asosida, qancha muddatga ushlab qolinayotganini yozma yoki rasmiy tarzda aniqlash lozim. Eng muhim nozik jihatlardan biri shuki, pensionerning yashash joyi o'zgarsa, bu pensiya ishiga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, fuqaro Toshkent viloyatida pensiya olayotgan bo'lib, keyin Samarqandga ko'chib o'tdi. Ro'yxatdan o'tish manzili o'zgardi, lekin pensiya ishi bo'yicha ma'lumotlar yangilanmadi. Bunday vaziyatda to'lovda kechikish yoki qayta rasmiylashtirish zarurati paydo bo'lishi mumkin.
ayniqsa doimiy ro'yxat, vaqtincha ro'yxat, boshqa hududdagi bank filiali bilan bog'liq masalalarda ehtiyot bo'lish kerak. Yana bir nozik masala chet elga chiqish bilan bog'liq. Agar pensioner uzoq muddat xorijda bo'lsa, ayrim holatlarda pensiya to'lovini davom ettirish tartibi bo'yicha qo'shimcha talablar bo'lishi mumkin. Men bu yerda hammani qo'rqitmoqchi emasman. Oddiy sayohat, davolanish yoki farzandlikka qisqa muddatga bo'lish boshqa masala. Lekin uzoq muddat yashash, doimiy ro'yxatni o'zgartirish, xorijiy davlatda yashash maqomini olish kabi holatlar bo'lsa, pensiya jamg'armasidan oldindan maslahat olish kerak. Chunki keyin to'lov to'xtab qolsa, masalani masofadan turib hal qilish qiyinlashadi. Ko'pchilik e'tibor bermaydigan yana bir holat, bank kartasiga kelayotgan SMS xabarnomalar. Ba'zi pensionerlar SMS kelmasa pul tushmadi deb o'ylaydi. Aslida SMS xizmati o'chgan bo'lishi, telefon raqam o'zgargan bo'lishi yoki aloqa operatorida muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat SMSga ishonmang. Bank mobil ilovasi bo'lsa, balansni tekshiring. Ilova bo'lmasa, bankomat, bank filiali yoki aloqa markazi orqali aniqlang. Agar pensiya tushgan bo'lsa, lekin SMS kelmagan bo'lsa, muammo pensiya jamg'armasida emas, bank xabarnoma xizmatida bo'lishi mumkin. Telefon raqam masalasi ham juda muhim. Hozir ko'p elektron xizmatlar telefon raqam orqali tasdiqlanadi. Agar pensionerning nomiga rasmiylashtirilgan telefon raqam boshqa odam ishlatayotgan bo'lsa yoki eski raqam yopilib ketgan bo'lsa, elektron xizmatdan foydalanishda muammo chiqadi. Masalan, My bankga qilib o'z orqali ma'lumot olish, ariza yuborish yoki bank ilovasiga kirish uchun SMS kod kerak bo'ladi. Kod eski raqamga ketadi, pensioner esa kira olmaydi. Shu sababli telefon raqamingizni ham hujjatlar bilan mos holatda saqlash kerak. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangizning muddati o'tmaganmi? Ism, familiya, otasining ismi to'g'ri yozilganmi? Tug'ilgan sana xato emasmi, shuni ko'ring. Agar hujjatda xatolik bo'lsa, avval migratsiya fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi yoki tegishli davlat xizmatlari markazi orqali tuzatish masalasini hal qiling. Pensiya jamg'armasi noto'g'ri shaxsiy ma'lumot bilan to'lovni barqaror yuritish qiyin bo'ladi. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamagan bo'lsin, bloklanmagan bo'lsin, hisob raqam faol bo'lsin. Agar yangi karta olgan bo'lsangiz, bankdan pensiya tushadigan hisob raqam haqida aniq ma'lumot oling. Zarur bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, yangi kart yoki hisob raqamga to'lov yo'naltirilishini rasmiylashtiring. Bu yerda bank o'zi biladi deb o'ylamang. Bank karta beradi, lekin pensiya to'lovi qaysi hisobga yo'naltirilishini pensiya jamg'armasi tizimidagi ma'lumot hal qiladi. Uchinchi qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga borishda kerakli hujjatlarni tayyorlab oling. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, bank karta yoki hisob raqam ma'lumotlari, pensiya daftarchasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat. Agar vakil borayotgan bo'lsa, notarial ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Nogironlik pensiyasi bo'lsa, tibbiy xulosa yoki tegishli ma'lumotlar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, farzandning o'qishi haqida ma'lumotnoma. Tug'ilganlik guvohnomasi kabi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida, lekin hujjatni oldindan tayyorlasangiz, bir necha marta qatnashning oldini olasiz. 4-qadam, murojaat qilganda og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar pensiya tushmagan bo'lsa, tekshirilyapti degan umumiy javob sizga yetarli emas. Siz aniq so'rang. To'lov qaysi sanada shakllangan, bankka yuborilganmi, qaytganmi? Qaytgan bo'lsa sababi nima? Hujjatda nomuvofiqlik bormi? Ariza yozishim kerakmi? Qanday hujjat yetishmayapti? Agar masala murakkab bo'lsa, yozma murojaat qiling. Yozma murojaatda ism, familiyangiz, JSSHR raqamingiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, muammo mazmuni va so'rovingizni aniq yozing. Masalan, menga tayinlangan pensiya to'lovi falon oy uchun bank kartamga kelib tushmadi. To'lov holatini, kechikish sababini va bartaraf etish tartibini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 5-qadam, ishonchnoma bilan ish ko'rsangiz, uning muddatini alohida nazorat qiling. Ishonchnoma kimga berilgan, qaysi vakolatlar berilgan, qaysi sanagacha amal qiladi, notarius tasdiqlaganmi? Bular muhim. Agar pensionerning sog'lig'i tufayli o'zi bora olmasa, ishonchli vakil hujjatlarni to'g'ri tayyorlash kerak. Lekin bu yerda juda ehtiyot bo'ling. Pensiya pulini boshqa odam olayotgan bo'lsa, pensionerning roziligi, huquqi va manfaatlari himoyalangan bo'lishi shart. Oilada ham pul masalasida tushunmovchilik chiqmasligi uchun
hamma narsa rasmiy va ochiq bo'lsin. 6-qadam telefon orqali keladigan shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmang. So'nggi paytlarda ayrim firibgarlar pensionerlarga qo'ng'iroq qilib, pensiya jamg'armasidanmiz, pulingizni oshirib beramiz, kompensatsiya chiqdi, kartangizga pul tushishi uchun kod ayting deb aldaydi. Hech qachon bank karta raqamingizning to'liq ma'lumotlarini, SMS kodni, PIN kodni, mobil ilova parolini hech kimga aytmang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan SMS kodni so'rashi kerak emas. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, suhbatni to'xtating va rasmiy telefon raqamlari orqali o'zingiz qayta bog'laning. Birinchi vaziyat. 68 yoshli otaxon har oy 1.800.000 so'm pensiya oladi. U kartasini yo'qotib qo'yadi va bankdan yangi karta chiqaradi. Lekin eski karta yopilgani, yangi karta esa pensiya tizimiga bog'lanmagani uchun keyingi oy pul kelmaydi. Otaxon 3 kun kutadi, keyin bankka boradi. Bank hisobda pul yo'q deydi. Pensiya jamg'armasiga borganda ma'lum bo'ladiki, to'lov eski hisobga yo'naltirilgan va qaytgan. Bu masala hal bo'lishi uchun yangi hisob raqam ma'lumotini rasmiy kiritish kerak bo'ladi. Agar otaxon kartani almashtirgan, kunyoq buni tekshirganda kechikish bo'lmasdi. Ikkinchi vaziyat. Onaxon nogironlik bo'yicha nafaqa oladi. Uning tibbiy xulosasi 31 iyulgacha amal qiladi. U esa qayta ko'rikni avgust oxirida o'tadi. Natijada avgust oyida to'lovda uzilish bo'ladi. Keyin hujjat tiklangandan so'ng masala qayta ko'riladi. Lekin bu orada onaxon dori olish uchun qarz qilishga majbur bo'ladi. Bu yerda asosiy saboq shuki, muddatli hujjatlarni oxirgi kunga qoldirmaslik kerak. Tibbiy komissiya, ma'lumotnoma, qayta tasdiqlash jarayonlari vaqt oladi. Uchinchi vaziyat. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oila bor. Farzand 15 yoshga to'ladi va universitetga kiradi. Oila u o'qiyapti-ku. Demak, pensiya davom etaveradi deb o'ylaydi. Lekin tizimga o'qish haqidagi ma'lumot vaqtida tushmasa yoki tasdiqlovchi hujjat talab qilinsa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Shuning uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma olish, kerak bo'lsa pensiya jamg'armasiga taqdim etish kerak. Ayniqsa o'qish shakli, kursi, ta'lim muassasasi nomi va o'qish muddati aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. 4-vaziyat. Pensioner telefon raqamini almashtiradi. Eski raqam nevarasining nomida bo'lgan, yangi raqam esa o'z nomida emas. Elektron xizmatga kirishda SMS kod eski raqamga boradi. Pensioner ariza holatini ko'ra olmaydi, bank ilovasiga kira olmaydi. Keyin muammo pensiya to'lovida emas, aloqa va identifikatsiyada ekanligi ma'lum bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman, pensionerning asosiy telefon raqami o'z nomida bo'lsa va ishlayotgan bo'lsa, ko'p masala osonlashadi. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi asosiy gap shuki, pensiya to'lovi kechiksa yoki miqdori o'zgarsa, darhol vahimaga tushmang, lekin befarq ham bo'lmang. Avvalo hujjatlaringizni, bank kartangizni, telefon raqamingizni, ishonchnoma muddatini va pensiya turiga oid qo'shimcha talablarni tekshiring. Agar muammo bo'lsa, bankdan ham, pensiya jamg'armasidan ham aniq sababni so'rang. Og'zaki gap bilan cheklanmay, zarur bo'lsa yozma murojaat qiling. Men ekspert sifatida sizlarga shuni tavsiya qilaman. Har bir pensioner o'z pensiyasi qaysi bank kartasiga tushishini, kartaning muddati qachon tugashini, hujjatlari to'g'ri ekanini va qanday holatda pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerakligini bilib qo'ysin. Bu oddiy tekshiruvlar sizni sarsonlikdan, kechikkan to'lovdan va keraksiz asabiylashishdan saqlaydi. Agar sizda ham pensiya kechikishi, karta almashtirish, ishonchnoma, nogironlik hujjati yoki o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida aytilgan maslahat ko'p oilani ortiqcha muammodan saqlab qolishi mumkin.